Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan ko'rishmaganimizga ham ancha bo'libdi. Xudo xolasa sizlarga har oy taxtalarda barobar narxlarni ko'rsatib o'tmoqchi edim. Bugun oldingi video qo'yganimizga ham 1 oy bo'libdi. Xudo xolasa bugun 2026-yil 23-iyun sanasida taxta, balor, shifer hamma narsa narxlari bilan ko'rsatib o'tmoqchiman. Xudo xolasa biz videoni boshlaymiz. Bu eslatib o'taman, bu Qashqadaryo shaxsimizdagi narxlar boshqa joydagi narxlar bilan farq qilish mumkin. Shu uchun boshqa joydagi narxlar bilan taqqoslamaysizlar. Joyiga qarab, sifatiga qarab qimmat yo arzonroq bo'lishi mumkin. Bu videomiz Qashqadaryolik shaxsimiz akalarimiz uchun, Rossiyaga yurgan musofirdagi akalarimiz uchun video qilib chiqaryapmiz. Biz boshladik. Birinchisidan boshlaymiz obunachilar. Bugun tushgan taxtamizdan boshlaymiz. 12.5 ga chista 4.5 lik taxtamizdan tushdi. Bundan oldindan tushirganmiz o'rtoqlar. Rika uchun ishlatamiz asosan. 12.5 ga chista 4.5 lik, chista 4.5 rika chiqadi. Sifati zo'ridan 145 ming so'mdan chiqadi donasi. Rikasi 8 mingdan chiqqan metr rikasini chista 4.5 ida rikali kesib beramiz. Asosiysi 100% sasna taxtamiz, mana stanoyda olib kesib beraveramiz. 12.5 ga chista 4.5 lik taxtamiz o'rtoqlar. Keyingisi mana 14 ga chista 4 lik taxtamizdan keyin 4 metrlik 14 ga chista 4 lik taxtamiz. Bu ham 100% sasna taxta, bir xil kesilgan, 3-5 liga aralashtirmaymiz. Bu chista 4 liga quritilgan turishdagi razmeri o'rtoqlar. Sizlarga eslatib o'taman, biz hozir ko'rsatayotgan taxtalarimizda 70% quritilgan zavod taxtalarimiz. Abishni taxtalardan, lentishni taxtalardan sal narxi qimmatroq bo'lishi mumkin, shunga ham e'tibor berasizlar. Qo'l taxtalar bo'lsa, razmeri qurgandan keyin 1-2 mil tashlaydi. Bir razmer tashlamaydi, egri bo'lmaydi. Shu sifatiga qoladi o'rtoqlar. Buni narxi 95 ming so'mdan qilib beramiz. 4 metrlik 14 ga chista 4 lik strapelamiz o'rtoqlar. Keyingisi mana 15 ga chista 5 ligimiz, 15 ga chista 5 ligimiz. Ko'p kishi so'rardi, chista 15 ga 5 lik bo'mi deganlar uchun mana olib kelib qo'ydik xudo xolasa. Chista 15 ga 5 ligi. Buni narxi 185 ming so'mdan qilib beramiz zonasini. Bu ham quritilgan turishdagi razmeri, bu ham 100% sasna. Keyingisi mana 14 ga 3.6 lik taxtamiz mana xudo xolasa. Sifati zo'ridan buni ozroq nam bor. Bu ham 100% sasna, buni ozroq nami bor taxtamiz. Bu 125 ming so'mdan qilib beramiz donasini. 14 ga 3.6 lik 100% sasna taxtamiz. Ikkisi katli joylarga, sheper bo'ladigan joylarga sifati zo'r ketaveradi. O'shalar strapel uchun ishlatiladi asosan o'rtoqlar. Keyin mana 20 lik taxtamiz, mana 19 ga chista 4 lik taxtamiz, bilyard taxtamiz bo'ladi. Buni ham ozroq nam bo'ladi. Bu 185 ming so'mdan chiqibdi donasi. Chista 4 ligiga qalinligi 19 ga chista 4 lik taxtamiz. Keyin mana 14 ga chista 4 lik taxtamiz ham bilyard primerasi kelgan taxtamiz. Buni narxi 135 ming so'm chiqadi. Ozroq nam bor, 14 ga chista 4 lik. Keyin mana 14 ga 308 ligidan keldi. Shu bugun o'rtoqlar. Bundan oldin sotganmiz, ko'p kishi so'rardi, sizlar bizlar klientlarimiz endi qurug'iga o'rganishgan, sifati zo'r taxtalar o'rganishgan uchun qurug'idan olib keling deganlar uchun mana quritilgan bular. Quritilgani yaxshi tomoni yengil bo'ladi, razmer tashlamaydi, egri bo'lmaydi. Keyin taxlab qo'yib hozir olib yo 1 oydan keyin ishlatadiganlar bo'lsa ham egri bo'lmay, boyagi pag'namay, qoraymay, sifati zo'r turaveradi o'rtoqlar. Buni narxi 135 ming so'm chiqadi. 14 ga 308 lik taxtamiz. 132 ming so'mdan qilib beramiz donasini. 14 ga 308 lik quritilgan 100% sasna taxtamiz. Nechta desanglar, xudo xolasa kelaverasizlar. Keyin mana bu 14 lik dimovkamiz. 14 lik dimovkamiz qalinlik chista 2.5 lik ideal. Bu ham quritilgan 100% sasna dimovkamiz. Buni narxi 85 ming so'mdan qilib beramiz. 14 lik 6 metrlik dimovkamiz. Tunkan tagiga ishlatiladi asosan. O'rtasidan bo'lib beramiz. Tunkan tagiga, rekalarga vobshe zo'r bo'ladi o'rtoqlar. Buni chista 15 lik ham bor, ko'zda ko'rsataman. Keyingisi mana 12 ga chista 4 lik taxtamiz. Bu ham ozroq number taxtamiz. 105 ming so'mdan chiqadi. 11 ga chista 4 ligi bo'ladi. 19 ga chista 4 lik taxtamiz mulat uchun ishlatiladi asosan. Buni narxi 90 ming so'mdan chiqadi. Chista 4 ligi qalinligi. Keyin mana paragonimiz o'rtoqlar. 9 ga 9 lik paragon uchun olib keldik. Sifati zo'ridan. Buni narxi 220 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Paragon uchun ishlatiladi. 9 ga 9 lik. Keyingisi ham rikalarga keldik. Mana rikalarimiz, sheper rikalarimizni yaqinroq kelib ko'rsatamiz. Chista 4 ga 4.5 rikamiz o'rtoqlar. Sifati zo'ridan bo'ynaki taxtadan kesilgan rikalari chista 4 ga 4.5 chiqadi. Buni narxi 8 ming so'mdan qilib beramiz metrini. Chista 4 ga 4.5 rikamiz. Keyin bir rikam baquvvatini so'raganlar uchun 5.5 ming 4 rikamiz ham bor. 6 talik bog'langan, bo'lak singan qo'shilmagan. 9 mingdan chiqqan metr. Bu ham rikamiz 7800 so'm qilib beramiz. Mana bular 8800 so'mdan chiqadi. 5.5 ming 4 rikamiz o'rtoqlar. Keyin mana chista 15 lik dimovkamizdan ham bor o'rtoqlar. Bundan ham mana u safar ko'p kelgan edi, hozir kamroq qolib, bulardan xudo xolasa yana olib kelamiz. Chista 15 lik dimovkamiz, bu ham tunkan tagiga ishlatiladi asosan. Bu ham quritilgan dimovkamiz 95 ming so'mdan chiqadi. 93 ming so'mdan qilib beramiz. Chista 15 ligiga.
Keyingisi mana 11 chista turlik taxtamiz mana 11 chista turlik ikki katlik joylarga strapelatsion ishlatiladi. 11 chista turlik bu ham quritilgan zavod taxtamiz. Sifatini o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. 100% sasna taxtamiz. Buni narxi 105 ming so'mdan qilib beramiz. 11 chista turlik taxtamiz. Keyingisi o'rtoqlar, xo'p, sheprlar narxini aytib o'tib ketaman shu joyga. Balolar narxiga o'tishdan oldin. Xo'p, shepr qo'sa chek sheprlarimiz sifatiga 100% garantiya. Sinovdan o'tgan sheprlar o'rtoqlar. Qo'sa chek nomini eslab qolamiz. Sifatiga 100% garantiya taxta sheprimiz sinovdan o'tgan 53 ming so'mdan qilib beramiz narxini. Hozirgi kundagi narxi o'zgarishi mumkin, shunga e'tibor beramiz. Iyun oyidagi narxi 53 ming so'mdan qilib beramiz narxini. Sifati zo'ridan qo'sa chek sheprlarimiz. Boshqa arzon sheprlarni sotganmiz o'rtoqlar. Bu ham ishonchli oqlagan uchun, sinovdan o'tgan uchun sotamiz. Boshqa arzon sheprlar bor-ku deb aytadiganlar bo'lsa, shularga e'tibor qilamiz. Bu qo'sa chek vodiydan keladi. Sifatiga garantiya beramiz. Sinovdan o'tgan shepr. Har bitta agar bittasi yorilganga hammasi garantiya, hamma narsasi o'zimizdan. Undan xavotir olish yo'q bu sheprlardan. Keyingisi xo'p, barolar narxiga o'taman. Barolardan bir boshdan ko'rsatishni boshlayman. Mana bu 4,5 metrlik barolarimiz. Mana yaqinroq kelib ko'rsatamiz. 4,5 metrlik barolarimiz archilgan, tayyor, sifati zo'ridan 145 ming so'm chiqadi. 140 ming so'mdan qilib beramiz o'rtoqlar. Arzonchilarga aldanib qolmaymiz. Barolardan narxlarini aytishdan oldin aytib o'tib ketaman. Yo'g'on balorimiz, ingichka emas, moshni balorimiz. Biz o'zimiz shaxsimiz Qashqadaryoliklar yo'g'on xohlaydi. Ingichka boshqa joydagi ingichka olishadi, ko'p tomon boshqa viloyatlarga olish mumkin. Bu o'zimiznikilar faqat yo'g'onni xohlaydi. Qimmatroq bo'lsa ham yo'g'on bo'lsin, baquvvat bo'lsin, ustiga yemish bo'lsaman, loy qilaman, shu qalin qilaman deganlar uchun biz yo'g'on olib kelamiz. Shuning uchun salgina qimmatroq chiqishi mumkin. 140 ming so'mdan qilib beramiz 4,5 metrlik balorimiz. Keyin mana 5 metrlik g'ilondan kesib kelingan 8 ga 14 balorimiz 160 ming so'mdan qilib beramiz. 5 metrlik 8 ga 14 kesilgan balorimiz. Bu vodiynikiga aralashtirib qo'ymaymiz. Bular g'ilondan kesib kelingan chista 8 ga 14 balorimiz. Mana bu shan 4 metrlik, mana 4 metrlik bu ham 8 ga 14, uzunligi 4,10. Bu 125 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Bular vodiydagi 110 ming sotiladi bilanchilar. Bu endi g'ilondan kesib kelingan 8 ga 14 qalin qilib kesib kelingani. Va bular masalan 13-6 bular ular razmeri. Bu endi 14 ga chista 8 lik balorimiz. Endi uning farqi bor endi. Bu g'ilondagi farq tog'dagi tog' o'rtoqlar. Keyingisi obunachilar, xo'p, mana dumaloqlar ekkinlik, dumalog'imiz 4 metrligimiz, bu ham 125 ming so'mdan chiqadi. Bundan sal kamroq qoldi. Bundan yana kelar, xudo xolasa, yo'g'onligini ko'rasizlar o'zlaring. 4 metrlik 125 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Keyin mana 4 metrlikdan arzonchisi bor, 100 minglik varianti ham bor. Bundan hozir kamroq qilib bulardan yana keladi. 5 metrlik balonlarga kelib o'tamiz o'rtoqlar. Dumalog'iga endi 5 metrlik balonlarimiz. Men bilan 5 metr, ko'p kishi 5 metr so'ragan, yana 5 metr bosib keldik. Men bu ham 5 metr ko'rishingiz mumkin. Moshni zo'ridan 185 ming so'mdan chiqadi donasi. 180 ming so'mdan chiqadi donasi. Sal qimmatroq aytaman. 180 mingdan chiqadi, 175 ham qilib beramiz. Sifati zo'ridan 5 metrlik balorimiz. Yo'g'ondan archilgan tayyor ingichka balorlar emas. Men ingichka tomonni ko'rayotganlaring yo'g'on tomon aqq qilib, mamnun qilib taxlangan. Biz endi odamlarga zo'r qilib, bunaki chiroylisini ustiga taxlab qo'yib sotmaymiz o'rtoqlar. Shuni turadi, shuni kelinda ko'radi, shuni sotamiz o'rtoqlar. Bunaki chiroylisini ustiga taxlab, ingichkasini pastga taxlab, bunakidek ana boshqacha anaqa qilmaymiz o'rtoqlar. Keyingisi balonlarim shu mana 4,5, 5 hammasini ko'rsatdim. Aytgancha 6 metrlik sal kamroq qolgan. 6 metrligimizni 230 mingdan sotdik. Undan yana kelar xudo xolasa. Endi shu bugun vaqtimiz bor edi. Shuning uchun sizlarga tezroq video qilishga harakat qildik. 6 metrlik balonimizni 230 mingdan sotganmiz. Instagramga mayda videolarimizni kuzatib borgan bo'lsangiz, o'zingiz ko'rasizlar. 230 mingdan qilib beramiz 6 metrlik balonlarni. 3 metrlik 85 mingdan chiqadi. Xo'p, keyingisi mana 1 minut. Xo'p, keyingisi vassalamiz mana o'rtoqlar. Vassalamiz sifati zo'ridan kelgan. Vassalamizni o'zingiz bilasizlar. Biz vassalani idealdan sotamiz, arzondan sotmaymiz. 3,5 ming so'mdan qilib beramiz donasini. 1 kvadratga 5 tadan hisoblab beramiz, hammaga yetadi. Sifati zo'ridan mana biz aytdimki, bu balorda ham garbilar ham biz zo'rini ustiga taxlab qo'ymaymiz. Bir xil mana shu turish kelinda ko'rgandek shuni sotamiz, shu turi bir chetini ortib ketaveramiz o'rtoqlar. Xo'p, bular 3500 so'mdan qilib beramiz donasini. Nechta desalar, xudo xolasa ko'rasizlar, bular yana tez kunga keladi. Seviji keladi. Qisqa videolarda Instagramda ko'rib borayotgan bo'lsanglar, kunlik hamma narsani, yangi kelganlarni hammasini ko'rsatib boramiz. Instagramga, mana YouTube'ga ham obuna bo'lib qo'yasizlar. Like bo'lsa bosib qo'yasizlar. Nimagadir oxirgi videomizda ko'rishlar soni kam bo'lib obunachilar. Endi ko'rishlar sonini ko'paytirib beramiz. Qashqadaryoga shaxsabizga hali hech kim bu taxta balonlarda qurushmonlar narxini ochiq o'ydan aytib ko'rsatgan yo'q. Ko'rsatayotganlar bo'lsa ham o'rtoqlar hech kim narxini aytmaydi, mana tushdi deb o'zini ko'rsatadi. Narxini hech kim ochiq o'ydan aytmaydi.
Biz hammaga bir xil o'rtoqlar, hammasiga bir xil odamlarga sotamiz. Bo'y kelsa ham, kambag'allik kelsa ham hammaga bir xil narx qilamiz. Shuning uchun narxini ochiq o'ydan hammasini kunlik yoritib boramiz. Obuna bo'lib qo'yasizlar, sog' bo'linglar. Keyin xo'p, unda 10lik demovkalar narxini ko'rsatmadim. 1 minut shu an ko'rsatib boraman faqat. Keyingi obunachilar mana 10lik demovkalarimiz 55 ming so'mdan qilib beramiz zonasini. Bular ham atkoska, keyin tunkalar tagiga butunligicha ishlatishadi. 55 ming so'mdan qilib beramiz zonasini 10lik demovkalarimiz. Keyingisi mana 4 metrlik taxtachalarimiz 12liklari bor o'rtoqlar. Xo'sh, 70 ming so'mdan chiqadi donasi, 10ligi 60 ming so'mdan chiqadi donasi. Qani chista to'rlik bular taxtachalarimiz 4 metrliklarimiz. 10likda ham chista 10ligi bor, bu ham 60 mingdan qilib beramiz. Chista 10ligi o'rtoqlar. Keyin ham displeylarni sizni ko'rsatib o'tib ketaman shu joyga. Perim original displey bor, kamroq qolib bilan yana keladi. 400 ming so'm chiqadi, 390 mingdan qilib beramiz. Keyin Murim original displeylarimiz bor. Bu 350 ming chiqadi, 340 ming so'mdan qilib beramiz. Keyin ham duplarimiz 70 ming so'mdan chiqadi donasi. Fanerlarimiz 3ligi 75 ming, 4ligi 85 ming so'm chiqadi o'rtoqlar. Xullas obunachilar, keyin biz slip sheprni ustiga qo'yayotgan kanyoglarimiz, keyin sharaklarimiz hammasidan bor xudo xolasa. Rossiyskiy sliplarimiz deydi mana suv oqarlarda 20 ming so'mdan chiqqan metri. Kanyoglarimiz ham 20 ming, 18 ming chiqadi. Narvan tunkadan yasalganlari, keyin ular varonkalari, mix-mixlari, hamma narsa mayda-chuydalar, hamma narsalar bor xudo xolasa. Kelsangizlar ishlashidan bitib ketadi. Hammaga xudo xolasa omad tilaymiz. Hammaga rahmat videoni oxirigacha ko'rganlar uchun. Manzilimiz yana qaytarib o'taman. Qashqadaryo, Shahrisabz, Chorshanba. Boshqa joydagi narxlar bilan taqqoslamaysizlar. Narxiga qarab, sifatiga qarab qimmatroq bo'lishi mumkin yo arzonroq bo'lishi mumkin. O'zlaringiz xohishlaringizga qarab ko'rasizlar. Ko'p kishi telefon qiladi, joyiga e'tibor bermayapti. Bu Qashqadaryo, Shahrisabzdagi narxlar. Xo'p, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoga like bosishlar, obuna bo'lishlar esdan chiqmasin. YouTube'ga ham, Instagramga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.